Onang to'g'ri gapiryapti. Shu topgan qizga uylanib qo'y qol. Dada, iltimos, oyimni ko'ndirib bering. Men u qizga va'da berganman dada. Sharmanda o'g'il bolada turib va'da berib uylanmasam. Endi siz ham yaxshi ko'rib uylangansiz. Dadam bo'lib turib o'rtaga turib bering. Endi o'g'lim, onang senga 10 tasini ko'rsatdi. Endi ham uylanmasang, onang seni ochib tashlaydi. Dada, uyda kim xo'jayin sizmi? Xotin deng. Aytganim degan bo'ladi deng. Aytolmaysiz. Dada, iltimos. Jon dada, o'zimni dadam, radnoyim. Iltimos, bir marta turavering. Albatta o'zim xo'jayin. Hozir onasi. Onang haq. Shuni onang aytdi, uylanib qo'y. Shu uyda xo'jayinligingizga biroz shubham bor edi. Ha? Ayo, o'zim shunchaki.